Hello my dear students, welcome to my English lessons. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchim. Ingliz tili darslarimizga xush kelibsiz. Demak, tayyormisiz bugungi darslarimizni o'zlashtirishga? Okay, if you're ready, we can start. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. So, today's topic is about the possessive adjective pronoun. Xo'p, bugungi mavzuyimiz demak, egalik olmoshlari haqida gaplashamiz. Egalik olmoshlari o'zbek tilida qanday bo'lishini esa ona tili darslarimizda bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, boshladik. Possessive pronoun. Possessive adjective pronounlarimiz, xo'p, ingliz tilida demak, egalik sifat olmoshlari haqida gaplashsak, u o'zi o'zbek tilida qanday bo'ladi? Mening, sening, bizning, ularning yoki bo'lmasam o'g'il bolaga nisbatan uning yoki qiz bolaga nisbatan uning yoki jonsiz narsaga yoki hayvonlarga nisbatan uning deyishimiz mumkin. Bularni biz sizlar bilan ingliz tilida qanday aytilishini o'rganib olamiz. Bundan oldin esa biz sizlar bilan demak personal pronoun haqida gaplashgandik, ya'ni subjective haqida, ega vazifasida keluvchilarimiz haqida, ya'ni I, we, you, they, he, she, it olmoshlari to'g'risida. Demak, aynan shular bilan takrorlash bilan boshlagan holatda darsimizni davom ettiramiz. So, demak, birinchisi e'tibor qaratamiz bizda I. Xo'p, I ingliz tilida nima degan edi? Albatta takrorlab olamiz. Men degan ma'noni bildirardi. Ya'ni men. Birinchi shaxs birlik. Har doim o'zingizni ko'rsatganingizda siz men deb, ya'ni I deb boshlashingiz kerak edi. I am a teacher. I am a teacher. I men o'qituvchiman, ya'ni men ko'rinishida. Xo'p, ya'ni endi o'zingizga tegishli bo'lgan narsalarni siz ingliz tilida qanday aytishingiz mumkin bo'ladi? Ya'ni mening kitobim yoki mening sumkam, mening ruchkam yoki mening oyim ko'rinishida. Xo'p, biz bu holatda my bu mening degan tarjimani bildiradi. Mening, xo'p, my. For example, you can say my book, my school, my house, my pen, ya'ni mening kitobim, mening maktabim, mening uyim yoki mening ruchkam ko'rinishida o'zingizga tegishli bo'lgan narsalarni my bilan boshlashingiz mumkin. My book, you can say my book or my duck. My duck mening o'rdakcham ko'rinishida. Xo'p, davom etamiz. Keyingi shaklimiz, albatta bular ishtirokidagi gaplarni birozdan so'ng ko'rib o'tamiz. Hozir esa shakllar bilan tanishib chiqamiz va ularni yozib boramiz. Keyingisi you. You, ya'ni bu sen yoki hurmat bilan ko'rsatganda siz shaklini ham aytishimiz mumkin. Va shaxsimiz bu yerda singular form, ya'ni birlikdagi shaklda turibdi. Xo'sh, sizning, ya'ni yoki sening ko'rinishida ingliz tilida qanday aytishimiz mumkin? You are my student. Siz mening o'quvchimsiz. Xo'sh, sizning kitobingiz deganimda qay shakldan foydalanishim kerak? Albatta your sening yoki bo'lmasam hurmat bilan gapirganimizda sizning ko'rinishda ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Sening yoki sizning. Your book, sizning kitobingiz. You can say your house, sizning uyingiz. Your house. Ajoyib. Davom etamiz. Keyingisi bizda bor ekan he olmoshi. He degani esingizda bo'lsa, u degan tarjimani bildirardi va u o'g'il bolaga faqat ishora qilish mumkin bo'lardi bu so'z bilan. Ya'ni he, u o'g'il bola. He is my friend. U mening do'stim. He is my friend. Okay. Xo'p, endi o'g'il bola do'stimga tegishli bo'lgan narsalar haqida gapirsam qanday aytar ekanman? Ya'ni uning ko'rinishida. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Uning mashinasi, demak his. Uning degan tarjimani bildiradi. Albatta, o'g'il bolaga nisbatan ishlatilishimiz shart. Demak, o'g'il bolaga nisbatan uning mashinasi. Okay, how can we say? Qanaqa aytamiz? Albatta, his car. Uning mashinasi. His car. Bular bilan misollarni birozdan so'ng ko'rib olamiz. Keyingisi she degani ham u degan tarjimani bildirardi. Ya'ni, u lekin qiz bolaga ishora qilishda foydalanishimiz mumkin. Ya'ni qiz bola sinfdoshimiz yoki qiz bola o'rtog'imiz bo'ladigan bo'lsa, unga nisbatan she is my friend. She is my friend. Malika is my friend. She is my friend. Malika mening do'stim. U mening do'stim. Xo'p, endi o'sha Malikaga tegishli bo'lgan narsalar haqida aytsak qanday ishlatamiz? Okay, let's see. Demak, ko'ramiz. Her. Bu ham uning degan tarjimani bildiradi. Takrorlaymiz. Her. His, her.
Demak, o'g'il bolaga nisbatan aytsak bo'ladi. His car or her chair. Uning stuli. His car and her chair. Uning, demak, o'g'il bola do'stimizning mashinasi va qiz bola do'stimizning stuli. Okay. Demak, uning qiz bolaga nisbatan ishlatilishini bilib oldik. Ajoyib. Endi jonsiz narsalarga ishora qilamiz, ya'ni it olmoshiga. It bu ham u degan tarjimani bildirardi, lekin biz ularni jonsiz narsalarni ko'rsatishda foydalanardik. Asosan jonsiz narsalarga nisbatan it is my book. Bu mening kitobim. Demak, it olmoshdan foydalanardik. Yoki bo'lmasam hayvonlarga ishora qilganda. Okay. Hayvonlarga ishora qilganda u deb ko'rsatganimizda biz har doim it olmoshdan foydalanamiz. For example, it is, ya'ni u. Demak, biz uyni ko'rsatmoqdamiz. Biz albatta duck, ya'ni o'rdakka nisbatan ham it is my duck. It is my duck. U mening o'rdagim ko'rinishda aytishimiz mumkin ekan. Xo'p, aynan jonsiz narsalarga ishora qiluvchi it olmoshining uning degan shaklini qanday aytsak bo'ladi? Misol uchun, mushugimning dumi. Xo'p, u qanday aytiladi? Demak, ko'ramiz. It's ko'rinishda aytamiz bu narsani. It's. Esingizda bo'lsa, biz apostrophe s bilan ham bog'lagandik aynan shu ko'rinishni. Ya'ni esingizdan chiqmasin, biz hech qachon it's ko'rinishda apostrophe s bilan yoza olmas ekanmiz. Apostrophe s bu yerda it is, ya'ni isning to be fe'lining qisqarishi hisoblanadi. Ya'ni uni to'liq varianti it is. Bu narsaning ko'rsatishda foydalanadigan shakli hisoblanadi. Misol uchun, it is my duck. It is my duck. Lekin it's degan esa albatta uning degan tarjimani bildiradi. Uning degan tarjimada. Demak, its tail, uning dumi. Demak, gaplar misolida buni ko'rib o'tamiz. Keyingi shaklimiz bu we shaklimiz. Okay, we. Demak, biz tarjimasini yozib ko'ramiz. Biz degan edi. Biz ko'plikda men va siz, birgalikda biz, ya'ni we are friends. Bizlar do'stlarimiz ko'rinish olgandik. Xo'p, endi men va siz, ya'ni bizga tegishli bo'lgan narsalar. Misol uchun darslarimiz. Our lesson. Yes? Our lesson. Xo'p, bularni qay usulda aytamiz va yozilishi? E'tibor bilan qarang. Our. Ya'ni bizning degani. Bizning. Ya'ni bizga tegishli bo'lgan yoki bo'lmasam akangiz, ukangiz bilan tegishli bo'lgan narsalaringiz, ya'ni bizning narsalar deyishingiz uchun our things, bizning narsalar. You can say our house, yes? Our house, or you can say our ship, bizning kema. Xo'p, davom etamiz. Keyingi shaklimiz bizda yana you shaklimiz ham mavjud. Xo'sh, you shaklini yozdik albatta. Albatta bu birlikka ishora qiluvchi sen yoki siz. Endi bu esa ko'plik shakli, ya'ni sizlar. Sizlar shakli, ya'ni you, sizlar. Sizlar albatta ko'pchilik bo'lishingiz kerak. Ya'ni bu formamiz plural formada turibdi. Pluralda turibdi albatta, ya'ni ko'plik shaklimiz plural form, you. Demak, ko'plikda you are my students. Barchangiz meni o'quvchilarimsiz desam, you are my students. Yes? Xo'p, endi sizlarga tegishli bo'lgan narsalar haqida gapirganimizda qanday aytamiz? Shaklimiz birlik va ko'plik shakli bir xil. Demak, biz your, ya'ni tarjimamiz sizlarning. Okay? Sizlarning degan tarjimani bildirishimiz kerak bo'ladi. Your. Xo'p, demak aytsak bo'lar ekanki, your ship, sizlarning kemangiz yoki aytishimiz mumkin ekan, your car, sizlarning mashinangiz. Demak, mashina 2 va undan ortiq kishilarga tegishli bo'lishi kerak bo'ladi. Va oxirgisi bizda they shakli mavjud. They, ya'ni 3-shaxs, ular degan tarjimani bildirar edi. Xo'p, esimizda they are our, for example, relatives. Ular bizning qarindoshlarimiz. Relatives. They are, for example, you can say they are our relatives. Ular bizning qarindoshlarimiz. Xo'sh, lekin o'sha qarindoshlarimizga tegishli bo'lgan narsalar haqida gapirsak, qanday foydalanamiz? Ya'ni ularning. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Their. Ya'ni ularning. Ularning shaklini aytish uchun biz their takrorlaymiz. Their. Ajoyib.
Demak, ularning narsalari haqida aytishda foydalanar ekanmiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, biz birinchi shakllarimiz, ya'ni personal pronounlarimiz va possessive adjective pronounlarni biz sizlar bilan ko'rib chiqdik. Demak, takrorlaymiz. I, men, my, mening. I am a teacher. Men o'qituvchiman. My book. Demak, mening kitobim. Okay, next one is you, ya'ni sen yoki siz. Hurmat bilan aytganimizda o'zimizdan kattalarga nisbatan you desak ham, o'zimizdan kichiklarga nisbatan you desak ham bemalol bo'ladi. Bu kattalarga nisbatan siz ko'rinishida, o'zimizdan kichiklarga nisbatan yoki tengdoshlarimizga nisbatan esa sen ko'rinishida tarjima qilinadi. Demak, your sening yoki sizning narsalaringizga nisbatan ko'rsatishda foydalansak bo'ladi. You can say your key, sizning kalitingiz. Your key, sizning kalitingiz. Okay. Hop, he, u o'g'il bola, ya'ni u Tom yoki Ali. Demak, uni ko'rsatganimizda he is Ali, u Ali. This is his car. Bu esa uning mashinasi. Okay. She, qiz bolaga nisbatan u, her, uning narsasi. Okay. It, jonsiz narsa yoki hayvonni ko'rsatganda foydalanishingiz mumkin, lekin unga tegishli bo'lgan narsani aytishingizda it's, not it is. Demak, esingizdan chiqarmang, apostrophe s bilan foydalana olmaymiz. Nega deganda bu to be fe'lini, ya'ni is shaklini qisqartirilgan ko'rinishi bo'lib qoladi. Shuning uchun biz it's formasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi, ya'ni uning degan ma'noni bildiradi. Keyingisi we, biz, our, bizning, you, sizlar va your, sizlarning degan ma'noni ko'rsatadi. They, ular, their, ularning ko'rinishida ma'no bildiradi. Xo'p, keling sizlar bilan bir qancha misollarni ko'rib chiqsak. Okay, the first of all, I. Keling, I dan boshlaymiz. Xo'p, I am a teacher. We say this one. Biz buni boya ham aytdik. I am a teacher. Demak, men o'qituvchiman. Demak, men o'qituvchiman. I am a teacher. Xo'p, menga tegishli bo'lgan narsa haqida gapirmoqchi bo'lsam-chi? This is my bag. This is my bag. Bu mening sumkam. Ko'rib turganingizdek, my aynan mana bu sumkani kimga tegishli ekanligini ko'rsatib beradi. Ya'ni my book, ya'ni bu sumka menga tegishli. This is my book, my bag. I'm sorry. That's not book, bag. Okay, bu mening sumkam, kitobim emas, book so'zimiz bag deyishimiz kerak. This is my bag, ya'ni bu mening sumkam. Davom etamiz keyingisi. Ya'ni you, sizga nisbatan aytadigan bo'lsak, you are my, yana takrorladik, my so'zini, demak biz o'rganib bo'lganmiz. You are my friend. Siz mening do'stimsiz. Xo'p, you are my friend. Siz mening do'stimsiz. Xo'sh, bu esa sizning, demak sizning ko'rinishini o'rganamiz. This is, albatta bizga kerak bo'ladi endi, sizning narsangiz haqida gapirganimizda, this is your mother. This is your mother. Ya'ni bu holatda mana bu shaxsimiz, ya'ni ona, aynan sizga tegishli bo'ladi. Sizning onangiz haqida, oyingiz haqida gaplashyapmiz. This is your mother. Bu sizning onangiz. Buni bemalol she is your mother deyishimiz ham mumkin. This is your mother. Birinchi marta ko'rsatganimizda yoki she is your mother. U sizning oyingiz. Ya'ni ona bu sizga tegishli ekanligini ko'rsatmoqda. Davom etamiz. Keyingisi bu he. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, he is Ali. Demak, bu Ali. Ya'ni aynan biz ko'rsatganimizda, demak, he is Ali. Demak, u Ali. Xo'p, bu esa uning mashinasi. Xo'sh, buni qanday aytamiz? That is, keling, that is dan foydalandik. Nega desangiz, mashinamiz aynan yozayotgan nuqtamizdan biroz uzoqroqda. That is anavi. Okay. That is his car. That is his car. Xo'p, demak bu mashina aynan Aliga tegishli ekanligini ko'rsatuvchi his so'zimiz ishtirok etyapti. His car. This is his car. Bu uning mashinasi. Yaxshi, demak qiz bolaga nisbatan she's. Okay. She's. Keling, qisqartma variantdan foydalanamiz. She's my you can say teacher. Bu mening o'qituvchim. Xo'p, demak sizga savol. Teacher, o'qituvchi kimga tegishli?
Albatta, u mening o'qituvchim. She is my teacher. U mening o'qituvchim. Okay. Bu esa kimga tegishli? O'qituvchimning stuli. Xo'p, stul so'zi demak biz uchun yangi. Hozir biz siz bilan stul so'zi qanday aytilishini va yozilishini ko'rib chiqamiz. Demak, it is. Nega biz it is dan foydalandik? Chunki biz jonsiz narsaga ishora qilyapmiz. It is. Okay. Demak, o'qituvchimiz bu yerda ayol kishi, albatta. Demak, ayol kishiga nisbatan esa her. Her chair. Yozib qo'yamiz. Chair so'zimiz biz uchun yangi. Chair bu stul degani. Okay. Chair. Demak, uning stuli. Stul aynan o'qituvchiga, ya'ni ayol o'qituvchiga tegishli ekanligini biz gapimizdan bilib olishimiz mumkin. It is her chair. Bu uning stuli. Xo'p, davom etamiz. Keyingimiz esa it. Biz it bilan bog'liq gaplarni tuzib oldik. It is ko'rinishida. Xo'p, aytadigan bo'lsak yana this is, for example, this is my duck. Hop, duck. Nima degan edi? Duck. Yeah, this is my duck. Bu mening o'rdakcham. This is my duck. Duckling, not duck. Duckling bu o'rdakcha. Duck esa o'rdak degani. Demak, this is my duck. Bu mening o'rdagim. Hop. Endi itdan foydalanamiz. It is. It is. Kimniki? It is my duck. Okay. It is my duck. Demak, bu o'rinda ko'rishingiz mumkin ekan. Demak, siz bemalol this bilan ham, it bilan ham aytishingiz mumkin. This is my duck and it is my duck. Bu mening yoki u mening o'rdagim. Xo'p, endi jonsiz narsalarga nisbatan beradigan bo'lsak-chi. Okay. Demak, ko'ramiz. This is its milk. Demak, mushukchamiz haqida gaplashyapmiz endi. Milk. Demak, bu yerda sizga berilyapti its milk, okay? Pushtirang yozib qo'yamiz. Its ko'rinishda. Xo'p, demak bilishimiz mumkinki, sizda mana bu yerga tegishli bo'lgan sut aynan unga tegishli, ya'ni jonsiz narsaga yoki bo'lmasam hayvonga tegishli bo'ladi. This is its milk, ya'ni bu uning suti. Ya'ni mushugimga atalgan yoki mushugim ichadigan sut bo'ladigan bo'lsa, demak aytishim mumkin ekan. This is its milk, ya'ni my cat's milk, ya'ni mening mushugimning suti va unga nisbatan esa mushugimning degandan ko'ra its desam osonroq bo'ladi. Demak, this is its milk. Bu uning suti, ya'ni u ichadigan sut. Xo'p, endi ko'ramiz we. Demak, we ga nisbatan beradigan bo'lsak, xo'p, we are, okay. You can use we are students. Bizlar o'quvchilarimiz, ya'ni talabalarimiz. We are students. Bizlar o'quvchilarimiz va bu bizning maktabimiz. Xo'sh, qanaqa aytsak bo'ladi? And this is bizning desa our school, yes? This is our school. Xo'sh, hurmatli bolajonlar, o'quvchilarim, xo'p ko'ramiz. Demak, school kimga tegishli? Albatta, bizga tegishli. This is our school. Demak, bu bizning maktab. Maktab esa bizga tegishli, ya'ni biz o'qiydigan maktab. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi you, sizlar, ya'ni ko'pchilikka nisbatan aytadigan bo'lsak va keling your bilan gap tuzamiz birdaniga. Okay. That is your, I'm sorry, in pink. Shuni yozamiz. Your sheep. Hop, sheep nima degan ekan? Aynan mana sizga sheep, ya'ni bu kema degani. That is your sheep. You can say here, from here. Demak, that is your sheep. Ana bu sizning yoki sizlarning to'g'rirog'i. Ana bu sizlarning kemangiz. Hop, demak ko'ramiz. Qayiq, ya'ni to kema kimga tegishli? Albatta, sizlarga tegishli. Ya'ni kelingki talabalarimga tegishli bo'lgan narsa haqida gaplashyapmiz. That is your ship ko'rinishi aytishimiz kerak degani. Xo'p, endi bizda qoldi they shakli. Xo'p, olamiz. Ularning, xo'p, ularning uyi haqida gaplashsak qanday aytamiz? This is, chunki uyga juda yaqin turibman. This is their home. Hop, demak biz house shaklini aytishni o'rgangandik. Endi home ko'rinishi, ya'ni bu ularning uylari.
Demak, bu ularning uylari. Xo'p, demak, biz sizlar bilan bir qancha egaliklarni ko'rib chiqdik. Aynan bu o'rinda ham bizda bor egalik shakllarimiz. Demak, my, her va hokazo yoki its, your, their, our. Ya'ni aytilayotgan har bitta narsaning egalarini ko'rsatish uchun foydalanar ekanmiz. Demak, ko'ramiz. This is my bag or this is your mother. Bu sizning oyingiz. Hop, that is his car. Bu uning mashinasi. Hop, it is her chair. Ya'ni bu uning, ya'ni o'qituvchimning stuli degan edi. Hop, this is my dog, ya'ni bu mening o'rdakcham. Yoki this is its milk, bu ya'ni mushugimning suti, u ichadigan sut. Yoki this is our school, ya'ni bu bizning maktab. Yoki that is your ship, ya'ni bu sizlarning, ya'ni u yerda ko'pchilik o'quvchilar, ya'ni sizlarning kemangiz. Okay, the next one is this is their home, bu ularning uylari. Xo'sh, bizda aynan bitta rasm tasvirlangan bu yer shari. Yer shari ingliz tilida qanday aytiladi? Yer shari albatta barchamizga tegishli. Xo'p, biz buni qanday aytamiz? This is albatta bizning degandan nimadan foydalanamiz? Our. This is our earth. Earth. Earth degani bu yer degani. Bu esa bizning yerimiz. This is our earth. Takrorlaymiz. Earth. Our earth. Ya'ni bu bizning yerimiz degani. Demak, tushunarli bo'ldi. Aynan bu shakl, ya'ni ikkinchi kelayotgan shakllarimiz shunda yozilgan our, your, their yoki bo'lmasam ko'rishimiz mumkin my, your, his, her, its. Aynan o'zidan keyin kelayotgan otning, narsaning kimga tegishli ekanligini ko'rsatadi. Xo'sh, endi keyingi shaklimizga e'tibor qaratamiz. Bizda apostrophe s bor ekan. Xo'sh, apostrophe s nima degani? Kelingki, misol uchun bu yerda aytilgan gapimizga e'tibor qarating. I am a teacher. Men o'qituvchiman. Bu esa mening sumkam. Xo'p, this is my bag. Aha, demak bu o'rinda biz o'qituvchining sumkasi desak qanday bo'ladi? Ya'ni mening sumkam emasda bu o'qituvchining sumkasi desak qanday ishlatamiz? Demak bizga kerak bo'ladigan joy. Xo'p, yozamiz. Apostrophe. Demak, apostrophe s ko'rinishda. Xo'p, apostrophe degani bu biz siz bilan ko'radigan tutuq belgi hisoblanadi, lekin bu tutuq belgisi to'xtamni emas, egalikni ko'rsatishga xizmat qilar ekan. Apostrophe s bu aynan o'zbek tilidagi ningga to'g'ri keladi. Ning qo'shimchasiga. Apostrophe s. Hop, ko'ramiz. Demak, apostrophe mana bu demak yuqorida qo'yilgan tutuq belgimizni, ya'ni o'zbek tilida biz buni tutuq belgi deb o'rganganmiz. Mana bu belgini biz apostrophe deb ataymiz va s qo'shimchasi bilan yonma-yon kelishi kerak. Bu aynan it is dagi to be ning is shakli emas, bu otlarga, ya'ni narsalarga qo'shilgan holatda ning degan tarjimani ko'rsatadi. Keling, misollarda ko'rsak, yana ham yaxshiroq tushunib olamiz. Misol uchun aytishimiz mumkinki, hop, bu o'qituvchining sumkasi. Xo'sh, this is okay. Aytishimiz mumkin ekan. This is a teacher's. This is a teacher's. Hop, ko'rib turganingizdek teacher's ko'rinishini qo'yapmiz. This is a teacher's book. Hop, bu o'qituvchining sumkasi. Hop, e'tibor qarating, bu o'rinda sizga bir narsani aytib o'tishim kerak. Demak, sumka birlikda, albatta biz aslida uni a bag deb foydalanamiz. A bag, ya'ni bitta sumka. Lekin bizda apostrophe bor joyda artikel yurmaydi. Ammo lekin teacher so'zini sanash mumkin-ku. Demak, uni oldidan albatta artikel qo'yiladi. This is a teacher's bag, ya'ni bu bitta o'qituvchining sumkasi. Albatta sumkalarimizning soni bitta ekanligini unga s qo'shilmaganligidan bilishimiz mumkin. This is a teacher's bag. This is a teacher's bag. Bu o'qituvchining sumkasi. Ko'rib turganimizdek, aynan bizda apostrophe s ning degan tarjimani bildiryapti. Ya'ni sumka aynan o'qituvchiga tegishli ekanligini apostrophe s dan bilishimiz mumkin ekan. This is a teacher's bag. Hop, bu mashina kimning mashinasi edi? Albatta,
Alining mashinasi. Xo'p, demak turgan joyimizdan mashina bizdan ancha uzoqda. Demak foydalanamiz uni ko'rsatish uchun thatdan. Okay, my clever students. That is. Xo'p, u kimniki? Demak Alining mashinasi. This is Alice. Okay, this is Alice's car, yeah? Okay. Car. Demak bu Alining mashinasi. Xo'p, demak bizda aytilayotgan mashina kimga tegishli? Albatta Aliga tegishli. Biz uni qayerdan bildik? Apostrophe s dan bildik. Ya'ni Aliga tegishli ekanligini. Demak, hurmatli o'quvchilarim, bundan tushunishimiz mumkin ekanki, siz my, your, his, her, its, our, your, their formalari bilan olmoshlar shaklida mening, sening ko'rinishda aytishimiz ham mumkin ekan. Yoki o'sha shaxslarning o'zini yoki ularga nisbatan ot ko'rinishida aytish orqali va apostrophe s ni qo'shish orqali ham ularga tegishli bo'lgan narsalarni aytishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi yana bir misol aytadigan bo'lsak, kelingki misol uchun deydigan bo'lsak, this is your mother. You are my friend. Demak, siz mening do'stimsiz. Bu esa sizning misol uchun onangiz ko'rinishida. Demak, bu do'stimning onasi. Xo'p, qanday aytsak bo'ladi? She is. Ya'ni u ayolga nisbatan ishora qilyapmiz. She is my friend. Okay, agar bu o'rinda she is my friend deb gapni to'xtatadigan bo'lsak, ya'ni do'st meniki, to'g'rimi? Aynan bu o'rinda berilayotgan do'st so'zimiz menga tegishli ekanligi ma'lum. Lekin do'st so'zimizga apostrophe s ni qo'shgan holatda gapni davom ettiradigan bo'lsak-chi, ya'ni do'stimga tegishli bo'lgan yana bir narsa haqida gapirmoqchiman. Xo'sh, aynan u so'zimiz esa mother. Mother, ya'ni ketdik. She is my friend's mother. Ya'ni u mening do'stimning onasi. Ya'ni bu qismda do'st menga tegishli, ona so'zdagi ona esa do'stimga tegishli ekanligi ko'rsatilmoqda. Ya'ni she is my friend's mother. Demak, ko'rib turganingizdek, otlarga nisbatan apostrophe s ni qo'shish orqali ularga tegishli bo'lgan narsalar haqida gapirishimiz mumkin ekan. Bugun biz sizlar bilan bir qancha yangi so'zlarni va yangi ko'rinishlarni o'rganib oldik. Siz ularni daftaringizga yozib qo'yib, albatta yodlab qo'yishingiz kerak. Hurmatli ota-ona, farzandingizni dars tayyorlash jarayoniga e'tiborliroq bo'ling. Agar ularni nazoratda tutib tursangiz, albatta ingliz tilini tez va mukammal o'rganishimizga tezroq muvaffaqiyatga erishamiz. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha bye bye.